Assalomu alaykum. Bugun 22 shaklsizmiz. 22 shakl, ya'ni bu. Va 21 olmiz. Bu shaklga o'xshash. Asosan hamma joy mirg'ir qilingan. Bizim shu ostidan boshlab kelsak, buni diqqat qilish o'rin borki, qarasanglar bu yerda 108 deydi, lekin ostini o'lchagan. Bu darsda biz shuni o'rganamiz. Rutbali sizib, tuz qilib, uzuk sizib, buni o'lchimi yo'q ekan. Keyin yana tik bir tal siziqlarga uzuk sizib, tik sinikib, keyin qarasak, mana 40 debdi. Ya'ni o'xshash bu o'rinda bir tal siziq bor, tik, yan tut, tik, yan tut, tik, tuz. Alışveriş sizsaq, 20 qurali. Bu 70 deydi, 70, yani 35. Keyin qarasak 40'a. Bundan bunun arası emizlemeye 20 deb yozdik. O'xshash bo'ldi. Va lekin buni o'zgartirish uchun o'chirib, interkom tanlab pastga tassak, mana 40 bo'ldi. Ya'ni miyani aralig'i yana bir past kuchaysak 40 bo'ldi. Tamam. Bu ham shu. Tanlab mana asli bunu tanlasak 59 oldu. Bunu düşersek pastga 108. Bu ham shu 360. Tamam. Keyin bu şekil 53. Yani bu yaniki musafisi 53 bölüngen 2. Tamam. Bu yerden gradus var ki, yani 130 yap, 130 bölüngen 2. Bu 65, 35. Tamam. Uzunluğu kazana 160. Yani bu yanın ölçümü 160 bölüngen 2. Tamam. Hem qarasak, mühim o'rin keldik. Yani buni siziqlantirish uchun qarasak, bu yer 10. O'xshashlarida shakl o'xshagan bir xil shaklsiz olamiz. Tamam. Yani bu kadar 62 gradusga. Yani şu adet gradus 62 ve üstü 10. Bu tarafta gradus ham o'xshash. Qarab qoldi, o'chadi. 62 bu ham 10. Bu ham 62. Bu ham 10. Tamam, bu ham o'xshash. 62 oldu. Bu 5 oldu. Tamam. Naqsa bu o'ynatdi. Qanaqamiz deganda siziq o'xshash buni endi tanlab turib, uchisini tanlab horizontal holatda yoki clear holat qilsam bo'ldi. Yoki bo'lsa faqat biz
Kontrolni besib turib chiziq, kontrolni besib turib ikkinchi chiziq, uchinchi chiziqni tanlab mana uzluksizdan bosib tanlashdi. Tamam. Diqqat qilsak, qarasak 360 mayana chiziq ekan. Bu yana emas, bu ustiniki. Biz bir xato beribmiz. 360 ya'ni bu yaniki bilan onun musabisi 360 ga bir xato chiqdi. Xato yo'q. Chiziq bilan kontrol ikkinchi chiziq aynan tanlashdi. Tamam, qarasa bu yer bog'lanmabdi. Biz uzuk chiziq bog'lab qo'ysak bo'ldi. Bizning bu shaklimiz full define bo'ldi. Keyin mirror qilib turib, hammani tanlab, keyin uzuk chiziqni tanlab bersak, tamam. Bu shakl o'xshash bo'ldi. Mesela agar salom o'xshash qilsak, bu o'chirib turib, qaytadan bitirib bersak bo'ldi. Ana bu 30. Mesela bu 53 qilish uchun mesela bu ikkisini adabı 53. Hech narsa o'zgartmaymiz, faqat bir tarafni o'lchagimiz uchun uni o'chirib ikkinchi tarafdan qaytib o'lchab bersak bo'ldi. Mana bizning full dipping inshaalloh keyingi darsda 23-chi darsda qilamiz.